Ben Hasanov Yakubboy xonadonidan bo'laman. Agrobank bankidan 35 millionlik kredit olgan edim chorva yo'nalishida. Keyin parrandachilik va xizmat ko'rsatish bo'yicha kreditni oldik, yo'lga qo'yib sigirimiz sog'ib sutidan foydalanamiz, hem xo'jaligimizga foyda, hem sütünü satamiz, yağını satamiz, parrandalarni bo'lsa tuxumini ham xonadonimiz a'zolari bilan yeymiz, ortiqchasini sotib xo'jaligimizga yaxshi daromad keltiryapti. Bundan tashqari mana bu motorollerni ham olganmiz. O'g'lim o'qishdan tashqari vaqtlarida shu motorollerdan foydalanib, odamlarning ishini qilib, yumushlarni bajarib, yaxshigina oilamizga daromad qilib bermoqda. Xudo xohlasa bir yil yakunigacha 70-80 million daromad qilmasmikanmiz degan niyatni o'z oldimizga qo'yib qo'yibmiz.